Mikrofon do'xtim. Endi eshit. Polvon zoti shunday. Eldan olib yurgan u elga berib o'rganmagan. Na chovg'oning, na polvoning, na bilagi zo'ring, na yuragi zo'ring. Faqat eldan olib o'rgangansan. Men sizlarga aytdim. Birinchi ko'pkarga aytmayapman. Men birovni uyiga yillar davomida yiqqanni bu o'g'rilarga shildirish uchun kelmayman. Ayirib olsa beraman. Ayirib olsa beraman. Men aytganman. Bitta yarim chirg'ingdan qo'rqsam, Surxondaryoga yurmaymanmi? Ko'tingni qisib yur. Bilaging zo'r bo'lsa, davraga ko'rsat. Davraga ko'rsat. Hozir mana biror kishi ko'rdimi Jamolxon ayirganini? Ayirgan bo'lib, agar men xato qilgan bo'lsam, berar edim shu zotni. Ayirsa oladi Qashqadaryoga ham, Samarqandga ham, Toshkentga borsa ham ayirsa oladi. Nafsing quruvvel hammangni. Bir otga, bir tuyaga ham ukangni sotasan, ham akangni sotasan, ham birodaringni sotasan. Mana biz musulmonchiligimiz qayerga kelgan? Uyali o'la ot ustiga chiqqan hayvonlar. Mana shu to'y, mana shu tuyalar, mana shu to'yxonadan bir kambag'al bor, bolalar uyi bor, ehson qilinadi, hammalaringiz katta rahmat. Akani yig'ishtirib oling. Ozroq urush janjal bo'ldi, lekin Sanjar rais oxiri yaxshi qildi. Shu bilan to'yimiz tugadi. Mana shu tuya Beno shahar katta masjidiga ehson qilindi. To'y egasini bir duo qilib qo'yingizlar. To'y egasini o'zi kim rozi bo'lib aytyapti. Bino katta masjidga ehson qilib beraman deyapti. To'y tugadi. Kim qayerga borsa biz masjidga o'zimiz ovorib beramiz. Ilohim. Ilohim hammamizni mana shunday to'ylarga, yaxshi kunlarga yetkazsin. Mana shu atrofimizda yurgan do'sti yordi, g'araz niyatidan, shu tuhmat balosidan, o't balosidan, mana shu oramizdagi ahmoqlarni past nazarida Allohning o'zi asrasin. Chunki insoniyatni yuziga qarab bilishi qiyin. İçi qandayligini. Hammamizni ichi toza, ichi poklarga duch qilsin ilohim Alloh. Bilan to'yimiz tamom. E'tiborlaringizga rahmat. Like, Kelganlarimiz uchun katta